Aziz kitobxon, Poyon Ravshanov qalamiga mansub bo'lgan ushbu asar Amir Temur sulolasi, fotihlik va vatanparvarlik, ilm va san'at, botirlik va shijoat bilan tarixda nom qoldirgan shaxs haqida katta kitob deb nomlanadi. Jahonshumul fotihlar, ulug' sulola va saltanatga asos solgan hukmdorlar shaxsiyati, oilaviy madaniyati, farzandlari, nabiralari, kelinlari, qarindosh urug'lari, quda-andalari, xullas, turmush tarzi, hayot yo'li hamisha ulkan qiziqishlar boisi bo'lib keladi. Sohibqiron Amir Temur va uning Markaziy Osiyo, Xuroson, Eron va Hindistonda 5 asrga yaqin hukm surgan sulolasi benazir katta xonadonni tashkil etadi. Shajaraning bardavomligi bevosita davlat ahamiyatiga molik bo'lgan oilaviy tarbiyaga bog'liqligi, o'zlikni, sha'nni, or-nomusni saqlash xalqimizda uzoq asrlar davomida sayqal topgan milliy mentalitet, urf-odatlar, udumlar bag'rida yetilganligi, ravnaq topganligi, sohibqiron tamal toshini qo'ygan toju taxt vorislari hayot yo'li misolida keng ko'lamda tadqiq etiladi. Mavjud tadqiqotlarda doimo siyosat talqini soyasida qolib ketgan Amir Temur va Temuriylar oilasi, ularning fe'l-atvori, tabiati, shijoati, sifatlari, surat va siratlari, boshqaruv qobiliyatlari, ayricha fazilatlari, qusur va zaif jihatlari tarixiy manbalar vositasida oldingi marrada yoritildi, inkishof etildi. Asar shu jihati bilan e'tiborga loyiqdir. Sohibqiron Amir Temur taqdir va davr tanlagan hukmdor edi. Uning siyosat yuritishi bir sira, oila xonadon faoliyati ikkinchi sira. Muallif shu haqida so'z yuritadi. Tadqiqot natijalarini esa bizga ilinadi.